Assalomu alaykum do'stlar, men Ertefekt Boy. Bugun biz hemen şu qishloqda yashab qolamiz. Men anu 3 yumshoq qishloqda yashab qolaman. Qani ketdik. Hozir men bu yerga o'tib olaman. Mana shu qishloqda yashab qolaman bugun men. Meni kanalimni kuzatib boring va obuna va like bosing. 4 ta temir, bitta kulka, izlanib derdi. Endi nargi temir kapotga boramiz. Men hozir o'zimga sabzi bormikan? Sabzi yo'q ekan. Naryoqdan qo'ydim. Men naryoqqa o'tishim kerak. Shu yoqqa boraman hozir. Bu videoni ikinci qismini chiqazaman. Kanalga kuzatib boring va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Like bosib qo'ying. Qo'yimizda bu yer qo'lmasi bo'lib qoldi. Olamizda non 12 ta quradigan. Endi qaysi birini o'zimga o'y qo'ysamgina ma'mul qo'ysam keyin. Bu ham yaxshi ekan. Bo'ladi bu ham ekan. Hozir men qanaqa nima deyapman? Yo kompotni qilsamgina o'ylayman. Abone bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Shuncha obuna bo'lganingizga ham rahmat. Va yana obuna bo'ling. Menga ham shartlar berdiringlar. O'sha shartlarni bajaraman men. Obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Ana. O'zir olaman. Imamdan o'ldirsa bo'lar. Öldü. Toprağın canı kaçtı. İşte bak oldu. Yani bir de koy tapış gerek. Koy. Onu da emdi var iken. Az aşkı uykuları var ama. Hazır. Sandık turarsın. Sandıkqa narsalarni solib qo'yaman. Ikkita pat, ikkita bunaqa. Endi men daraxt chopib kelaman. Biroz boshqab qolaman. 3 ta nonim bor ekan, yeb olaman buni ham. Oldu. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Men o'rtog'im ham video qo'yapti. Uning nomi Kaycraft. Kanalımı kuzatib boring va obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Menga bitta odam rosa yozyapti. Mahrojbekmi? Nomi Mister Mahrojbek. Siz menga yozyapsizmi?
Yeni kanalımda abone olup koyuyorsunuz. Siz ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ne olur? Ben bilmiyorum ben de ne diyorsunuz? Bitti Mehracbek. Öz isminiz Mehracbek mi ya? Ne koyarsınız? Artık koyun demeyin ya. Ben sizi tanımadım. Lekin kimsiniz? Bence şu adam nasıl yazacaksınız lekin? Bu yerlerden de boş anılar köpek yani. Boş anılar öler. Bunda men özümge bitta verstaka sorsam bo'ldi. Narsalar olaman. Bundan keyin burada narsalar yasab olaman. Bundan ikkitasi olaman. Yok qo'yaman da bu nima ekan? Ya bundan yasamay qo'yaman. 61 stak ana stek bo'ldi. Salkam stak. Hozir mana qo'y yasasamgina, yotoq yasasamgina. Hozir men daraxt chop kelaman. Mana uni yana qayta ekib qo'yamiz. Ularni endi yana ko'ramiz. Men yana qanaqa videolar do'stlar kommentariya yozib keting. Sizlarga Dream yoqadimi yo Daqwavismi yo Campo yo Artifaktmi? Shuni kommentariya yozib keting. Artifakt bo'lsa obuna bo'lib qo'ying, Daqwavis bo'lsa ham obuna bo'lib qo'ying. Dream bo'lsa like bosib qo'ying do'stlar. Men menga artifakt yoqadi. Artifaktni juda yaxshi ko'raman men. Artifaktni videosi menga qattiq yoqadi. Shitel bilan olgani. Qargacha shuni kommentariyaga yozib keting do'stlar. Kechik bilan bo'ldi. Değişik. Burada geç. Yani kelge o kolunu lapat gerek. Buna gerek. Bu ham kerak bo'lib qoladi. Ana bu ham kerak. Ularni kechki paytdan bo'pti do'stlar. Bunlarni qo'yamiz bo'ldi. Endi esa sandiq yasab olamiz, sandiq. Sandiq qilib qorong'i bo'lib ketdi. Bundan qo'yib qo'yaman bitta, uxlayman. Buni nechinchi qismgacha chiqaring? Shuni kommentariyaga yozib keting do'stlar. Buni bilamiz va mana bu yerga bosamiz. Keyin qo'yamiz. Nechinchi qismiga chiqsin? Shuni kommentariyaga yozib keting do'stlar. Men o'sha qismgacha chiqazaman. Buni ham burada bo'laman. Koyacağım baba. İzmirut bundan nima qilsak, temir kiyimgacha kutish videosini olaman men.
buni kiyib olamiz. Endi yana narsalar topaman. Hozir buni olaman. Bitta olma ham olaman. Endi bu yerdan ketamiz. Boshqa narsalar olib kelamiz. Bu yerga nima bo'lgan? Bu yerdan chiqib ketmanligimi? Mana koydum. Blok kerak emas menga. Bu yerlarda qishloqlar yo'qmi? Qishloqlarni bitta ko'rganim yo'q. Bu yerda qishloqi hech kim yo'q, jariman yo'q. Mendan boshqa qo'ylardan boshqa hech kim yo'q. Quyonlardan. Bu yerda hech kim yo'q va bularni olib olaman. Uyimni oldiga ekib qo'yaman. Bo'ldi. Olsa bo'ldi, yana narada ham bor ekan. Buni ham olaman. Qanaqa video olishimni kommentariyga yozing va shu videolarni olaman men. Men rosa video olishni yaxshi ko'raman. Jon ketarkan bunda. Ya uyimga borib olayin. Hozir uyimga ham yetib keldim. Nima esa ular mendan baroq yozmaydi. Buni uploadaman keyin. Bo'pti do'stlar, buni birinchi qismini chiqardim. Endi ikkinchi qismi ham chiqadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Iltimos do'stlar, kommentariy yozib keting. Yana qanaqa video olayin? Shuni kommentariy yozib keting do'stlar. Xayr.